Vay. Uncha bu mazza uyqu bo'ldi bu. Ani uyda qaranglar, ahvolini yomon sasyapti. Qalaysizlar, obunachilar, yaxshimisizlar? So'rashim, yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi uxlab turdinglarmi? Yaxshi uxlayapsizlarmi? Bilmadim, lekin mana meni uyim kambag'al rolida o'ynayapman. Aktyor bo'lib ketdim. Mana ayni eshigiga nima bo'ldi demanglar. Eshik qulab tushgan. Mana hojat qaqa ketadi. Kim ekan? Boytog'on uyi. Kambag'al xo'ja o'zim. Nega xo'jaman deylarmi? Chunki xo'jaman. Narsalarni ko'rsatsam, Boytog'on yoniga boraylik, ishlar qalay. Boytog'on ay beni insofingiz bo'lsin, ha? Ishingizni tozalayapman. Boshqa ish ham aytaymi? Pul topaylik. Nima qiling? Orqa kabotingizni tozalab bering. Nima bo'ldi? Oyog'imni tagigacha. Marida. Sandan bo'yim uzun, ha? Uyimni shipirasan. Ko'chalarni bitta. Shipirga bering. O'tgan safar sindirib qo'ydik. Tug'asan. Ahli. Aka. Nima? O'g'illarga kechirasiz. O'g'illar tozalayman. Chang kirsa ya bo'ladi. Aka uzr, uy sindirib qo'ydim. Tushingizdan yiqilib tushasiz. Maka. O'tirganim kuchli ko'zim kelyapti. Aka aytdim, yiqilib tushasiz deb. Sizga to'g'ri aytdim. Yiqilib tushasiz aka, chiqmang deydi. Ha, bo'pti aka, uyingizga kiring. Telegramdan xatlar kelyapti menga. Aka uzr, siz aka, ishi taqillayapti o'dan. Isha. Kambag'al deb kulishtirgan ishlarni bilmadim. Aka tozalab bo'ldim. O'tirganim kuchli. Beringni ha, aka bering. Mittachi deyapman. Ko'chadan chiqib kel. Ana uyingizdan. Tushdingmi? Necha pul beray? 10,000. 1 so'm beraman. Bu yo'q ali. Bu inaga bu. Chachiraga bu inaga. Tushmayapti ani ular. So'l boshqa. Yiqilib tushing. Aytdim, akajon, yiqilib tushasiz. Akajon, bir uyni ko'rsatchi. aka sas ketasiz. Of, Bırakmina degan narsa yo'q. Bırakmina mana tualet bilan bilaman. Texnologiya. Aha, tatingda. Qo'ydi ko'ti. Aka, shu uyimni bir zo'r qilib bering siz, ha? Qilib berasizmi? Bo'pti. Uyingdagi. Aka, mana so'g'ib bo'lib qoldingizmi? Boy akani rahmi keldi, uyini yasab beryapti. Yasab berasizmi aka? Qanchada bitadi? Ha, bo'pti aka. Men qarash bo'ray. Eshigimni ham o'g'nab bering aka. Yerani loyda yot. Sen sog'siz baribir. Hamillar kamtar oiladan. Kallingiz ishlamaydi, lekin zo'r ish. To'yroqsiz ekan, mehringiz bor sizda. Sen kamtar oiladansan, o'zing. Oilam yo'q. Daday. Men yo'qsa boy tug'ilishim. Siz qaddonda boy bo'lmayapsiz.
O'tirganim kuchini ko'ryapsanmi? Keyin so'rayman men. Огород orqasini o'ynab ber. Chim. Bo'ldi ko'ryapsanmi? Verstakdan narsa yasab olyapman Bo'ldi aka. ko'ryapsanmi? Boravering. Kementini yur. Ha, xo'p. Menga garut yasab turgan. Aka yozolmayman, narsam yo'q. Ha, gadayski. Ani akani bu yerdan ko'rib turamiz. Seni aka tomoni. Ichini ham yasab olasiz, aynini ham qo'ying. Kambag'al deb kulishdi. Anu bo'lmishda ustidan kulishdi. To'g'ri aka, to'g'ri. Bo'lmish. Ha. Bo'lmish. Sanga shundan kulmay bo'pti. Sen unaqa bo'lmishga loyiq emassan. Impetniy bo'lmishsan. Voy, buni ko'ringlar, O'tirganimda kuchini ko'ryapsanmi? Ha, ko'rasan sen, hali kashi. Sen gadaylarga uy qurib bermasan? Alloh. Jam yasin jam. O sabr etsin qutaymi? Uy, ay, bir kun ham o'tdi-yu. Uyim mani. Böyle chiroyli bo'lib qolibdi qani. Borachi uyimga. Voy aka. Kelor. Uyimmi mani? Yo'q, mana uyim, seni uyim bo'ladi-da. Alingda sasi yotibdi. Mana uy. Tanjoni sog' bo'lsin. Bo'pti akajon, endi 100 ga tushibdi. Bo'pti, yaxshi tamom. Bo'pti aka, kuzatib bermay yuring. Ha, ichiri ketaver, o'zim ketaver. Yuring. Rahmat aka, yaxshi dam oling. Yaxshi tamom bo'pti. Hop. Obunachilar, sizlarga birinchi qism yoqqanidan umiddaman, ikkinchi qism ham bo'ladi. Xudo xohlasa